Voy! Короче, bolalar, mana shunaqa gaplar. Hozir o'zinglar ko'rdinglar nima bo'lganini. Mani yana bu yaramas terroristlar qochayotgan paytim ushlab oldi. Men ham terdim, meni otib tashlashdi. Boshimdan va ichimdan anchagina yomon jarohat oldim. Mana yetmaniya. Armiyada meni chetlashtirishdi va men endi urushda qatnashmayman do'stlarim. Lekin Xudoga shukr, biz mana o'zimizni yerlarimizga pashti qaytib oldik. Lekin menda yomon xabar bor. Afsuski bu urushning joylari qishlog'imizgacha boribdi. Qishlog'imni portlatib yuborishibdi. Menga afsuski endi u yerga bora olmayman do'stlarim. Qanday achinarli holat. Nima ham derdim do'stlarim, odam hamma narsaga ko'nikib ketaman, xudo xohlasa. Короче, bolalar, mana endi urushda men ikkinchi qatnashmaydigan bo'ldim. To'g'risini aytsam, juda ham qattiq jarohat oldim. Xo'p, mayli do'stlarim, shashtimizni tushirmaymiz. Mayli, yangi videoga xush kelibsizlar. Ikkinchi qism va men urushda qatnashmayman. Bunisi yomon. Buni evaziga esa yangi shaharga ko'chib ketaman. Qani do'stlarim, ko'ramiz u yerda nimalar bor ekan. Nimalarga qanday sarguzashtlar boshdan kechirar ekanmiz hali noma'lum. Shuning uchun do'stlarim, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Aytmoqchi do'stlarim, sizlar zo'r qilibsizlar. Mani bo'lmish hayoti ikkinchi qism yomon ko'p ko'rilibdi. Bu meni juda ham xursand qildi. 5000 marta ko'rilgan, 5000 ta prosmotr va obunachilarimiz ham mana allaqachon 61 bo'ldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat va videoni boshladik. Xo'sh, qani mana ana endi bo'ldi. Xo'sh, qishloqqa nima deysan? Chiroyli bo'ldi shundaymi? Ha, men o'ylaganimdan juda ham go'zal bo'ldi uy. Ha, bayam derdim, senga yordamim tugagan bo'lsa, men uyimga borishim kerak. Ha, qishloqqa yordaming uchun katta rahmat. Uyimni juda ham chiroyli qilib qo'ydik. Mayli, uyimga boraver. Men esa ozgina yotib uxlay. Yomon charchadimda o'zim. Yo'l juda ham uzoq ekan. Bo'ldi, uxlab bo'ldi. Qishloq talada o'tiribdik hali. Mana archasam yaxshi joylashibdi, lekin do'stlar, nima deysizlar? Archani joyi yaxshimikan yoki bilmam, boshqa joy qolmagani uchun shu yerda qo'ydim. Bu sovg'a-ku. Aytmoqchi, qishloqqa menga berganda-ya. Aytmoqchi do'stlarim, o'z yangi yilga ham sanoqli kunlar qoldi. Qani ochamiz buni. Qani nima? Yo'q, pul. Qishloqqa buning uchun katta rahmat. Juda ham ko'p pul beribdiligi. Nima ham derdim, pulni biron narsamizga ishlatamiz. O'zimda ham normalniy pul bor edi-yu. Nima ham qilardim endi do'stlarim. Ana aytmoqchi do'stlarim, mana giylikimni sotib, o'rniga ham mana buni oldim do'stlarim. Nima bilmadim. Chunki o'zi bir ikkita narsalarga to'lov qilishimga to'g'ri kelib qoldi. Bu ham nima deysiz do'stlarim? Bu ham zo'r mashina. Bu ham giylikdan qolishmaydi, lekin o'rindig'i ikkitada faqat shunisi yo'q do'stlarim. Hali hech kim uyini bezatmagan qishlog'imizdan bitta men bezatdim hozirgina. Xo'p, mayli, tortam ozgina yeyaylik. Mazali ekan. Xo'sh, yana bir bo'lak kelsa hech narsa qilmaydi. Massa. Xo'sh, ular bilan ichiga hali ovqatlarni joylashim kerak, bular bo'm-bo'sh. To'g'risini aytsam do'stlar, aytmoqchi, yangi qishloqqa ko'chib keldim hozir. To'g'ri qishloq emas, bu o'zi shaharning yonida joylashganman. Hamma biladigan mashhur o'sha Reder shahri, ya'ni Sachi kommunizm shahrini yonida joylashdim. Nima ham derdim, mamlakatlar ovqatlarim bor, xo'sh, yaxshi. Do'stlar, shu modlar sizlarga yoqyapti, nima deysizlar? Agar yoqsa, bilmadim, balki kanal ochib o'shanga tashlayman Telegramda. Yozarasizlar o'zinglar kommentga yoqyapti yoki nima kerak yo'q deb. Короче, o'zinglarning fikrlaring. Xo'p, men ham derdim, endi uyda zerikib o'tiraman. Afsuski, urushda ham mag'lubiyat bilan qaytmasa bo'ldi yigitlar ishqib. Men endi ma'ni aytmasam bular, o'zim sharmanda bo'ldim sizgina. Shunchalik ko'p imkoniyatim bor edi. Men ham derdim, do'stlarim, biron marta qo'limdan miltiq ushlamaganman. Hali bilmadim yana qachon bunaqa paytlar keladi. Miltiq ushlaydigan. Xo'p, bilmadim do'stlarim, nima kiymagan yaxshi. Hamma joy xavfsiz bo'lgan yaxshi. Tortni yeb qo'ya qolay. Mazali, juda ham mazali. Va, короче, qorin to'ydi. Do'stlarim, endi uyda zerikib o'tiramiz, nima qilamiz? Bironta ish topish kerak endi bu yerdan ham.
Qo'limni qappaytirib yotmayapsiz-ku uyga. Men bularni to'lashga pul topish kerak. To'lab bo'lganman-ku. Baribir do'stlarim endi ishlash kerak edi. Xo'p, nima ham bolalar, nima deysizlar? Qanaqa ish topsam ekan, do'stlarim? O'zim ham nimadir ko'nglim tortmayapti biron joyga ishlashga. Olim qayerda ishlar edim? Shu esimda yo'q. Aytmoqchi, olim bomish bo'lganman-ku. Bu yomon do'stlarim. Lekin o'sha bomish bo'lganimni sizlar yomon ko'p ko'rgansizlar, ikkinchi qismini ayniqsa finalni. Nima bilmam do'stlarim, o'sha qiziqmi chindan. Lekin 5000 marta ko'rilgan, layklari 55 tagina do'stlarim. Sal insofli bo'lish kerak, layk bosish kerak videoga. Obuna bo'lib qo'yish kerak kanalga. Bunaqa insofsiz bo'lmaslik kerak. Nima deysizlar do'stlarim? Komment yozib qoldiringlar, qanaqa ish topishimni. Qaysi yaxshi bo'lsa o'shanda ishlay olaman. Hozircha o'zim o'ylab ko'rganim yo'q, lekin do'stlarim bir kattaroq, yaxshiroq pul beradigan ishga ishlashim kerak edi, nima bo'lsa ham. Nima ham dedim. Bo'lsa bekor o'tiribman uyda. Yoki bilmadim, armiyaga kirsammi? Sal kuchliroq bo'lib, archani maydoshga turgani yoqmayapti. Bu archani boshqa joyga olishim. Mana joy topildi. Ana endi yaxshi ko'rinyapti. Armiyaga kirsam balki kuchliroq bo'lib qaytarmadim uyga. Yo'ldagi odamlar mendan kuchli menimcha. Menimcha emas, aniq-ku. Chunki ular har kun mashq qiladi. Balki o'z ustimda ishlashim kerakmikan yoki bilmadim yana. Yana shunday bosh qotirib, o'ylab o'tirish. Xo'sh, ertadanoq aniq ishga boraman. Bo'lmasa bugun yo'q. Keyin ertadan biron joyga ishga kirib boramiz do'stlarim. Bo'lmasa maza uxlaymiz. O'zi kech tushyapti shekilli. Xo'p, bugun ishlagan pullarim bo'lmasa hisob qo'yay, unda uyga boraman. Men ham dedim. Voy, mana do'stlarim qaranglar. 3 kun ham o'tdi, mana 3 kun. Mana nima deysizlar do'stlarim, qaranglar. O'sha sizlar nima bo'layotganini baqa tushunib bo'ldinglar do'stlarim. Mana men ham dedim, ish topdim. Короче, hamma bor pulimga anaqa qurol magazini ochdim. Va do'stlarim, men ham dedim, bu shaharda nima qurol oladigan tajovuzkor bir yovuz odamlar ko'p ekan, shuning uchun mana bir nechta qurollar bunun o'ziga sotyaptim. To'g'ri, bir nechta emas, bittagina o'zi. Shuncha pul olib, mana do'stlarim, kuddelam necha stak olgan? 4 stak. Men ham derdim do'stlarim, mana o'zi kech tushdi, men sizlar bilan gaplashib turibman. Tezlashib uyga borishim kerak, uyga Xo'p, do'stlarim bag'di qulflayman. Bu mana bu yerda odamlar o'tiradi. Xo'p, svit o'chiraylik. Oppani. Xo'p, mana do'stlarim, chekka ochganman qurol magazinini. Xo'p, mayli do'stlarim. Masa o'zi mana kunim botyapti. Men dedim, uyga ketamiz. 2 joy menga bu yoqqa davay jinursin, mashinamga tegib ketishni yopamiz. Buni o'toldiramiz. Voy, ketamiz. Qani, astagina o'tolamiz. La'nat ona meni qo'y yurtdi. Men chinadir. Qo'y bo'lsa, o'zi qo'y egasi. Qo'y. Tinta. Mol oldimdan chiqib qoldi, voy la'nati. Sal qolsa o'ldirib qo'yadimi? Bo'lmasa, mana sekin turamiz. Hoppa, mana meni uyim. Mashinam shu yerda. Bo'ldini o'chiramiz. Eshikni ochib, asta-yana tushib olamiz-da, eshikni yopamiz. Bo'ldi mana do'stlarim. Endi esa uyga qaytamiz. To'g'ri, uyga qaytdim-ku, adashib ketaman do'stlar. Men ham derdim, короче, mana uyga ham keldik. Bunisi esa uzoqlarsiz. Yo'qolman joyimdan, boshqa uxlashga joy topolmadingmi? Nima, uyingga uxlashga joying yo'qmi? Yo'qol. Bolalar, uzr. Tuturuqlik uchun uzr demoqchi edim. Hozir boka. Hozir sani yo'qmi ekanmi? Bo'ldi, boraver endi uyingga.
Endi qaytib kelmaydi endi boqqa. Do'stlarim, endi bu hayotlarga qaytib kelmaydi. Hammasi sabab izdivosiya qilyapsanmi sen mani? Ha, nima dedim, mana uyimdan ketmayapti. Uyimda uxlab qoldi, mana ko'ryapsizlar, mana kech bo'ldi уже. Soat kech nima desam, necha yarim tun bo'ldi bilmayman. Endi nima qilaman? Boshqa ilojim qolmadi. Xo'sh, endi o'rningdan turmay ekansan. Aytmoqchi, men har doim o'zim bilan pistolet olib yuraman-ku. Buni bir yo'lga qarang do'stlarim. Bo'ldi do'stlarim, mana ish bitdi. Va nima ham derdim, bugungi videomiz o'z oxiriga yetdi. Video oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat. Mana sizlar bilan qurol magazini ochdik, yana bir nechta narsalar, urushdan qaytdim. Ko'p sarguzashtlarni boshdan kechirdim. Sizgina eski qishlog'im yaxshi edi. Baribir u yerga endi qayta olmayman. Xo'p, mayli do'stlarim, endi esa men uxlash vaqtim keldi. Masalan, svetlarni o'chirib qo'yay. Nima o'chmayapti? Yoqayotgan ekanman. Bo'ldi. Do'stlar, buni o'chiramiz. Men vaqtida ham o'chirishim kerak. Hozir do'stlarimga o'chirib qo'yaman. Masalan, videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizni ko'rish uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlarim, sizlarga mayli nima desamkin, yana bir necha kundan keyin bilmam yangi videolar chiqadi. Xullas, do'stlarim, shunaqa gaplar. Va o'sha men uxlash vaqtim kelgandan keyin men ham uxlashim kerak. Bo'pti, bo'lmasa hammalaringga xayr. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.